Hammaga salom do'stlar. Buvimdan olgan kosmetikalarim birgalikda raspakovka qilamiz. Bilasizmi, hayot ba'zida to'xtab, o'zing uchun yoqimli bir narsani qilish kerak bo'lgan lahzani beradi. Bilasizmi, bu yil men o'zimni tushunchalarimni juda ham ko'p tingladim va shuni tushunib yetdimki, kichik bir o'zgarish ham katta bir bosqichni bosib o'tgandek his qilinishi mumkin. Bilasizmi, bayram kunlari yaqinlashgani sari kayfiyatga ozgina yaltiroq qo'shgim keldi va mening topilmam Sky High Diamond tushi. Qaranglar, kipriklarim qanaqa yaltiravotdi, xuddi mayda yulduzchalar kabi. Yengil, quvonchli va biroz sehrli. Men esa shu kayfiyatni his qilyapman. Aytgancha, bu hali hammasi emas. 2025-yil menga hammasi mumkinligini o'rgatdi. Men esa bir yilga ulg'aydim, donoroq